Tarmoqlarda tarqalgan va ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lgan yana bir xabar tafsilotlariga to'xtalamiz. Unga ko'ra, poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi yer osti yo'lidan harakatlanib ketayotgan ayolga notanish erkak shilqimlik qilgan. Jabrlanuvchi ayolning so'zlariga ko'ra, erkak uni bir necha kilometr masofagacha ta'qib qilib kelgan. O'zini himoya qilishga uringan ayolning ichki ishlar organlariga qilgan murojaati esa e'tiborsiz qolmadi. Shilqimlik qilgan fuqaro zudlik bilan qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxs ayol kishiga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etganligi haqidagi xabar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. Voqea joriy yilning 6-yanvar kuni taxminan soat 18:50larda Uchtepa tumani Lutfiy ko'chasida sodir bo'lgan. Yo'l tarafiga o'tmoqchi edim. Menga noma'lum shaxs noo'rin xatti-harakatlari bilan meni tarafga kelyotdi. Men uni aylanib o'tib, yo'lning tarafiga o'tdim. Yer osti yo'liga tushib, ketayotganimda yo'lning o'rtasida o'sha notanish odam yana qarshimga chiqib, menga yana noo'rin xatti-harakatlar qilib, yo'limni to'sishni boshladi. Men uni itarib, yugurib chiqib, ostanovkaga chiqdim. O'tda ichki ishlar xodimlariga telefon qildim. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noma'lum shaxsning shaxsi aniqlandi. U 1993-yilda tug'ilgan Andrey bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. Вчера, 6 января, я выпил и проходя мимо через подземный переход, я показал девушке свои гениталии, тем самым ее напугав. У меня такое первый раз, я сам не ожидал. Девушка очень сильно напугалась. Я искренне прошу у нее прощения за свой поступок. Такого больше не будет. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hujjatlar qonuniy chora ko'rishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 prim moddasi, 183 moddasi va 194 moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilsin hamda unga o'tashlik uchun uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ichki ishlar xodimlariga kattakon rahmat. Srazu menga yordam ko'rsatganligi uchun. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Toshkent shahridagi yer osti va yer usti yo'laklari, avtoturargohlar, barcha toifadagi jamoat joylarida kuzatuv kameralari o'rnatilgan hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining yagona tezkor boshqaruv markaziga integratsiya qilingan. Hurmatli fuqarolar, sizning xavfsizligingiz ishonchli qo'llarda.